zakkash nam paytida qilib bo'lmaydi. Va erta bahorda, kuzda mana bilsangiz, asosiy o'zi bizni nimamizda, iqlimimizda yanvar oyidan boshlasa bo'laveradi. Yanvarda oxiri, fevraldan boshlasa bo'laveradi. Biroz o'tlardi, nimalarni. Keyin bir xatolar bor. Endi hammani endi aysiz biz bilamiz, boshqa biz ham o'zimiz tajribamiz, mana siz ham o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib qilasizda, masalan. Hamma o'zini. Ha, shu endi aytasiz, kimdir o'ziga to'g'ri deganini qiladi. Masalan, asosiysi o'sha biz aytib o'tgan pasterkleoz, brazot, boshqa yana bir vaksinalar aytib o'tdik. Bu vaksinalarda o'zingizni hududiy veterinariy vrachlaringizdan so'raysizlar bu narsalarni, aptekada sotilmaydi. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. To'ppa-to'g'ri. Ha, vaksinalar. Ha, vaksinalarni nima qilib o'zini hududiy nimalaringizdan so'raysiz. Chechak vaksinalarni aytsizlar. Aka, mana shu paytga kelguncha sizda ham bir yo'qotishlar bo'lgan o'zi, ha 50 ming so'm ekan u, 100 ming so'm ekan u, bo'lmasa arzimagan pulga shuncha narsani qildim deb bo'lgan, ichingizdan o'tgan. Nimaga bo'lmaydi? Bo'ladi. Bu aytayapman-ku, mana hali bir kun bozordan bir 60 kilolik qo'chqor olib keldik, 50-60 kilolik zo'r narsa. Shu shomlarda bozor kunlikda olib keldik, misol bozordan qo'yga qo'shamiz-da. Olib kelsak, shu qo'y qiynalyapti-da, bilinib turibdi. Haligi qandaydir og'riq bor qo'yda. Inqillab turibdi. Keyin ba'da osh